Nimalar qilyapsiz? Nima qilyapsiz? Uzr efendim, ming bor uzr. Shartnomaga qo'l qo'ying. Ha, shartnoma. Ikkinchi. Hozir. Abba. Hayotimni sug'urta qildirayotganligim haqida xotinim bilmaganligi uchun tagarlanib uchgan yozmayapti. Sen ham xotin tomondasan, ha? Marhamat. Omadli ruchka. Qar. Faqat bu omadli ruchka meni sug'urta kompaniyasida yetakchi mutaxassis bo'lishimda xizmati katta. Iltimos, asrab avaylang. Xo'p, efendim. Teşekkür. O'ynama. Teşekkür. Bilasizmi, efendim, men xotinimni shu qadar sevamanki, kerak bo'lsa-chi, uni deb dunyoni narigi chekkasiga borishga ham tayyorman. Kerak bo'lsa, unga jonimni qurbon qilaman, jonimni, borimni beraman u uchun. Nimalar qilyapsiz? Turing o'rningizda. Meni kim deb o'ylayapsiz? Yo'q. Shartnomaga qo'l qo'ying. Yana ikki buyurmang, efendim. Noto'g'ri hayolga bormang, shunchaki hayotimni sug'urta qildirayotganligim haqida rafiqam bilmasligi lozim. Agarda bilib qolsa bormi? Bechora mushukcham shunga ham o'ylab siqiladi. O'sha tilladan bo'lgan rafiqangiz hech narsani bilmaydi. Birinchidan shartnomaga qo'l qo'ying. Ikkinchidan bo'lsa, qo'lingiz bilan menga teginmang. Uzr efendim, uzr. Darvoqe. O'sha chin ursin shartnomaga qo'l qo'yasizmi yoki yo'qmi? Ha. Mana. Hammasi joyidami? Hammasi joyida. Qo'l qo'ydingizmi? Faqat janob, rafiqam bilmasligi lozim. Bu juda ham muhim. Hop. Hammasi joyida bo'ladi. Rahmat. Yaxshi. Hop. Nega qo'yildi? Bandlarni ko'rib chiq. Azizim! Mehribonim! Sevgilim! Canım. Men kelyapman! Shu yerdaman, jonginam. Kelaver. Mehmonxonadaman, kelaver jonim. Bu hali uzoq davom etadimi? Yana ikkita qoldi. Tutanxonim! Tutanxamon. Shu yerdaman, jonim. Turmush o'rtog'im! Jonim. Sevgilim, mehribonim, azizim! Jonginam, jonim. Voy! Turmush o'rtog'im. Ha. Assalomu alaykum efendim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh va alaykum assalom. Sevgilim, bu uyimizga mehmon kelishini aytganingizda yaxshilab tayyorgarlik ko'rgan bo'lardim. Haligi choy, boy, ovqat deganlaridagi. Hech narsa shart emas. Men bora qolay. Shartnomani o'zim. Qanaqa shartnoma? Sevgilim, bu afandim o'zi kim? Canım, shartnoma emas. Bu hayotim haqidagi ma'lumotnoma, sog'ligim haqidagi ma'lumotnoma. Bittasi sizga, bittasi menga. Bu kishi doktor, bu kishi doktor. Doktor? Ha?
doktor. Men doktorman. Ha, doktorsiz. Meni eski tanishim. Shu yerga yo'llar tushgan ekan, bir ko'rib o'tay debdilar. Ya Allohim, o'zingga shukr. Ha, meni sevgilimga nimadir bo'ldimikan deb o'ylabman. Jonginam. Agarda siz men bilan bo'lsangiz-chi, menga jannatdagi hurlar ham kerak emas. Tushunyapsizmi? Jonginam, sevgilim, siz o'tmas kunlarim, mehribonim. Sizni juda qattiq sevaman. Men sizni sizdan-da ko'proq sevaman. Yo'q, menga gap qaytarmang. Men ko'proq sevaman dedim, ko'proq sevaman. Meni sevgim sizning sevgingizdan-da kuchliroq. Yo'q, meni sevgim umr boqiy. Yetarli! Bas qilinglar. Muhabbatingiz meni siqib qo'ydi. Maylimi? Ketsa. Rahmat. Doktor afandim, to'xtang, shoshmang. Balki bizga o'zingiz haqingizda so'zlab berasiz, a? Yaxshi fikr. To'g'ri aytasiz. Sizlarga o'zim haqimda so'zlab bersam, boradigan joyim yo'q. G'irt bekorchiman. Rostdanmi? Albatta. Yaqinroq keling. O'sha mudhish sana 1923-yil. Deraza ortida bahor. O'riklar qiyg'os kullagan. Sizlarga hikoya so'zlab berishim kerakmi? Og'ir aytyapman-ku, ketishim kerak deb. Hali qanchadan qancha uylarga shartnoma tarqatdim. Ma'lumotnoma tarqatishim kerak deb. Xullas men ketdim. Doktor afandim, shoshmang. Iltimos. Bilasizmi? Sizga bir muhim iltimosim bor. Yaxshi. Bilasizmi? Eringiz turganda menga iltimos qilishingiz g'alati emas. To'g'ri. Ketib olgan cholman. Doktor afandim, siz meni noto'g'ri tushundingiz. Bilasizmi? Tepa qavatda bir bemor bola bor. Xo'sh. Men nima qilishim kerak ekan shunga? Haligi uni onasi ham bor. Onasi? Qo'limdan nima kelsa, barchasini bajo keltiraman demoqchi edim. Bolasi uchunmi? Onasi uchun. Ha, yo'q. Onasi emas, bolasi kasal, bolasi. Ha. Shunday demaysizmi? Meni har qanday qalamni qasangi bolalarni ko'radigan odatim yo'q. Men ketishim kerak. Shoshib turibman. Mobodo onasi kasal bo'lib qolsa, ma'lumotnomani pastki qismida telefon raqamim bor. Tortinmay qo'ng'iroq qilavering. Tinmay javob beraman. Ciao. Sevgilim, Jonginam. boya sizni xafa qilib qo'ymadimmi? Yo'q, men sizga boya bexosdan qattiq gapirib yubordim, xafa qilib qo'ydim-a? Hech qisi yo'q, arslonim o'zimni. Voy. Mushukcha. Men demoqchi edim. Sizni juda qattiq sevaman. Men sizni sizning sevgingizdan-da ko'proq sevaman deb aytdim-ku. Yo'q, jonim, men sizni sizdan ko'proq sevaman. Meni sevgim Sevgilim, sizni shu qadar yaxshi ko'ramanki, tasavvur qila olmaysiz hattoki. Jonim. Siz bilasizmi? Hayotimni tasavvur qila olmayman, tushunyapsizmi? Shuni ayting.
ancha qarib qolibman. Beri olib qol. Yo'q. Keling. Qilib qo'yaman. Kim? Assalomu alaykum parvardigor suygan bandalar. Amakijon, xolajon. Va alaykum assalom bolam. Ha! Oying jo'natdilarmi bolam? Nima kerak? Unmi, yog'mi, tuzmi, guruchmi, guruchmi, shakarmi? Joningiz kerak. Voy Ahmet, jonim qurbon bo'lsin senga. Amakijon. Men siz bilan hazillashganim yo'q. Bolam, nega to'satdan bunaqa, shunaqa? Xolang aytmoqchiki, nega to'satdan bunaqa, shunaqa, unaqa? Amaki. Ertalabdan buyon ichimdan bir qandaydir ovoz odam o'ldi. Ya Allah. deb xoli jonimga qo'ymayapti. Shuning uchun darhol sizning oldingizga tushdim. Odam o'ldi desa, bizni oldimizga tushasanmi? Ko'chagacha to'lib daydi odam otib tashladi. Agar ko'chada duch kelgan odamni o'ldirsam, odamlar yig'iladi. Va men qilgan ishimdan rohatdan olmayman. Astagfirulloh. Sen hali odam o'ldirib rohatlanasanmi bolam? Ha, rohatlanaman. Rahmat. Xolajonim. Nega buncha asabiysiz? Sizlarga tinchlik zarur. Demak, raqs tushamiz. Qo'lingizni bering. Qo'limni ushlang. Yetarli! Joyingizga o'tiring. Siz shoshmang. Chiqing oldinga. Bolam. Yo'q. Orqamdan Astagfirullah deb gapir bolajon, astagfirullah. Unaqa dema. qashlab yuboring. Qashlang. Yetarli! O'tiring. Marhamat. Gapiring. Ahmet. Bolajonim. Oğlum, Men seni o'zim seni kichkinaligingdan saydoqlarga olib borgan bo'lsam, Stop! Navbat gapiring. Azizim, agar hozir navbat gapirmasak, yana raqsga tushaman. Hey! Gapiring-da, ya. Ahmet, bolajonim, men o'zim seni kichkinaligingdan katta qilganman. O'zim katta qilganman bolajonim. Nima ovqat pishirsam, sizlarnikiga darrov ko'tarib chiqqanman. Hammaga aytganman. Qaniydi meniyam Ahmet aka, shirin, asl, mehribon, aqlli, shuchcha, sho'x
değil mi? Maşallah. Kimlar senga qizini bermaydi bola? Ahmet, bolajonim, meni sening kichkinaligingda sayrgohlarga olib borgan bo'lsam, shularni eslaysan, ha? Amachajon! Nega tushunmaysiz? Agar zudlik bilan ikkingizdan biringizni o'ldirmasam, o'zim o'lib qolishim mumkin. Umri uzoq bo'lsin bolam. Tushuning axir. Tushunamiz. Demak, qur'a tashlaymiz. Mana tanga. Agar orqasi tushsa, siz bo'lasiz amaki. Agar oldi tushsa, xolajon, siz bo'lasiz. Tayyormisiz? Tayyorsiz. 1, 2, 3. Afsus. Amaki! Siz bo'lasiz. Ahmet, bolajonim, tangamni ko'rganim yo'q-ku, qaysi tarafga tushdi? Farqi yo'q. Siz bo'lasiz. Ahmet, bolajonim, iltimos, rahm shafqat qil. Qara shunday kuldek amakingni otib tashlaysanmi, bolam? Qani meni o'lish niyatim yo'q, bolajonim, iltimos otib tashlama. Qani 10 gulimdan bir gulim ochilmagan bo'lsa, bolam. O'lishni xohlamaysizmi? Yo'q, kim o'zini o'limini xohlaydi? Qizimsan? Aniq xohlamaysizmi? Aniq xohlamayman. Mayli, o'tiring. Ya Alloh rozi bo'lsin sendan bolam. Unda xolajon, siz bo'lasiz. Ya Xudoga shukr. Allohning ming qatla shukr bo'lsin. Chiqing oldinga. Chiq, qarasa. Men olishga haqqim yo'q. Sabab? 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 Kim o'tiring? Kim o'tiring? Gapiring. Sabab? 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 Men homiladorman. Ha? Rostdanmi? Ha. Homilador? Rostdanmi? Hozir. Rostdanmi? Samolyot. Yo'q. Chin ursin. Deraza bu yoqda-ku. Osh. Ahmet, bolajon. Aldayapti, xolang. Doktorlar buni bepusht deb aytgan. Bola tug'olmaydi, otib tashla bola. Otib tashla. Ha? Siz jon saqlab qolish uchun yolg'on gapirdingizmi? Bolam, yolg'ondan Allohning o'zi asrasin. Ha, men bepushtman. To'g'rirog'i, bepusht edim, lekin hozir sopma-sog'man. O'ldirdi. Yaramas. Chol bo'lsam nima qildi? Kampirim o'ldimi? Demak, bo'ydoqman. Yaramas. O'zi nega kelgan? Avtoruchkamni unutib qoldiribman.
omadli ruchka edi. Ha! Doktor afadim, mana ruchkangiz. Marhamat. Minnatdorman. Chao. Doktor. Bizga yordamingiz kerak. Judayam zo'r. Yordam. Yordam deganingizga u tepa qavatdagi kasal degan bolangiz mashalloh soppa sog' ekan. Onasini ko'rishga ulgurmadim, lekin o'zi soppa sog' ekan. Doktor. O'sha bola orqangizda. Yo'q, qizlar. Assalomu alaykum. Demak, bu kishi doktormi? Doktor, men doktor. Bilasizlarmi? Doktor bu yerda yo'q. Doktor! Bola. Afsuski doktor efendi. Bu safar omadli ruchkangiz sizga pand berdi. O'tiring. Marhamat. Beramasizlar. Sizlar qayoqqa? Shu yerdamiz. O'tiring. O'tiring. Padallarni turchiga. Boshlandi. Nima boshlandi? Hozir ko'rasiz. Ana endi sizlar 3 kishi bo'ldingiz. 3 kishi. Gel! Bosh! Mayli, yosh bola-ku qo'yadi. Lekin shunday bo'lsa ham qaror chiqarishni o'zlaringizga havola etaman. Men Xo'sh, kim notak? menimcha qandaydir o'yin bo'lyapti shekilli-a. Qancha o'yin? Kechirasan, bitta savolim bor jon bolam. U qanday qaror ekan? Shuni aniqlashtirsak-a? Uchalangizdan biringiz Uchalamiz. zudlik bilan o'lishingiz shart. O'lim deydi. O'lim? Men to'g'risini aytsam, o'limdan qo'rqaman. Men bora qolay. Biz ham qo'rqamiz doktor. Axir doktorlar har qanday holatda biror chorasini izlab topishgan-ku. Men sizga yana gapiryapman. Eringiz turganda mendan chora qidirmaysiz. Bizga yordam berishingiz kerak. Men hech kimga yordam bermayman. Doktor yordam bering. O'zimga yordam kerak. Bolajon. Qizishib ketdi bola. Haligi hech qanday doktor emas bu kishi. Sug'urta agenti bu. Ha? Ha? Demoqchi. Ikki og'iz gap. Ikki og'iz. Shoshilma. Marhamat. Yaxshi. Menga qarang. Bu xotinim bilmasin degdingiz-ku. Shunaqa degandimi? Ha? Bilsin! Bilaversin! O'lsam menga ko'ngli ranjimas ekan. Echki ekan-ku.
Dilingiz ranjiydimi? Ye, senga ranjmaga men nima dedim? Senga xiyonat qildim. Men senga umuman xiyonat qilmadim. Men seni aldoyim. Ya! Bu nimasi? Men ruhiy kasal bo'lsam ham jinni emasman. 100%. Yo'q. Yo nima? Jinniga o'xshaymanmi? Yo'q. Bilasanmi, jon bolam? Xudoning o'zi kechirsin. Soppa-sog'san. Soppa-sog', jon bolam. To'g'ri. Sizlar 3 kishisiz. Ishtangiz bittangizga ovoz bering. Men o'shani o'ldiraman. İltimos, rahim qil. Senday gunohkor barmoqqa rahim yo'q. Xo'sh, kimni otay? Jon bolam, menimcha chalajon qolib ketdi, o'shani o'ldirib qo'ying. O'tiring. Tez qaror chiqaring. Rahmet. Bolajon. Biz xolang bilan bir qarorga keldik. Erginam bilan men bir fikrdamiz. Barchamiz bir fikrdamiz. Demak, qaroringiz qat'iy. Ha. Ajoyib. Shaytonlar. Menga qarshi qanday fikrga kelish mumkin? Amaki! Shoshilma. Siz zudlik bilan o'lasiz. Bolam, buni qarang. Ikki og'iz gapim bor. Ikki og'iz. Gapiring. Marhamat. Xonim, sal miyani ishlatib ko'ring. Qiyin bo'lsa ham. Agar eringiz o'lsa, siz bizning sug'urta kompaniyamizdan naqd 2000 funt pul olasiz. Nima siz? Shunday erini 2000 ga almashadi deb o'ylayapsizmi? Ha? To'g'ri o'ylabsiz. Yaxshi. Rahmet. Bolajon. Shoshmay tur. Haligi men ham ikki og'iz gapim bor. Stop! Gapiring. Agar xotinim mendan oldin o'lsa, 2000 funt kompaniyaga qolmaydimi? Ha? Men va 2000? Bilasizmi? Siz va 2000 emas. Siz va 2000 haqida gap ketyapti. Assalomu alaykum. Otib tashlajon bolam. Bolam, shunday o'nguladan bir guli ochilmagan xolangni otib tashlayverasanmi bolam? Ha, otib tashla, to'g'ri. Voy bolam. Bu tutib olarkan. Nega tushunmaysiz? Men zudlik bilan odam o'ldirmasam,
o'zim o'lib qolishim mumkin. Yaxshi fikrli. O'tiring ovozingizdan. O'zingizga tilab oldingiz. Siz olasiz, chiqing oldinga. O'zi bir oyog'ingiz go'rdada. Ey! Hazil qilmaydi. Tezlashing! Ey! Siz olasiz. Jon bolam. Ey, jon bolam. To'xta. Sen mehr shafqatni o'ldiryapsan. Meni emas. Mehr shafqat? Qani? Aytingchi. Kim o'z sevgan insonini chin dildan qadrlay oladi, ha? Mana bularga bir qarang. Bular ko'rinishidan vafoda, sadoqatda, muhabbatda hammaga namuna bo'la oladigan er-xotinlarga o'xshashadi. Aslida esa Chingiz ham qalbingizning teran tubiga nazar tashlamagansiz. Vaholanki sathi tiniq suvdagida ham suv o'tlari balchiq bo'ladi. Sizlarning qalblaringiz ham xuddi shunday. Bu gaplarni ertalab menga doktor aytgandi. Siz bo'lasiz. Ey, bolam. Bolam, sen hali ertalab doktorga borganmiding? Ha? Men ertalab ajoyib bir psixiatr huzurida bo'ldim. Unga ichimdan chiqayotgan ovoz haqida gapirib berdim. Odam o'ldirishga undayotgan ovoz haqida. Xo'sh. Bu nima dedi u? Umi qo'limga mana bu to'pponchani berib, odam o'ldiravering dedi. Astag'firulloh. Jon bolam, to'xta. Ikki og'iz gapim bor. Ikki og'iz. Bilaman. Gunohlarim ko'p. Qart o'ynayman. Kompaniyani pullarini ham o'g'irlab turaman. Ahyon-ahyonda yomon ayollarga ham borib turaman. To'g'rirog'i borar edim. O'ylab qarasam, haqiqiy gunohkor o'zim ekanman. Hayotim davomida bir marotaba mard bo'lay. Ey, jon bolam, mana meni ot, jon bolam, o'ldir meni. Juda soz. Gunohkor. Shoshma! Ahmet, shoshma! Men ham ikki og'iz gapim bor. Nima demoqchisiz? To'g'risini aytsam, xolangni yaxshi ko'rmayman. Har gal sevaman, o'laman, kuyaman, jonimni beraman deyman-ku, lekin ularning hammasi aldov. Chunki 15 yildan beri farzandimiz yo'q. Mendek yolg'onchi bu dunyoda yashashga munosib emas. Menot. Yo'q. Jon bolam, menot. Tegimma menot. Erimni otma bolam. Meni ham ikki og'iz gapim bor. To'g'risini aytsam, men 15 yildan buyon erimni aldab kelganman. Aslida men bepusht emasman. Shunchaki homilador ayollarni qomati buzilganligi sababli erimni aldab keldim. Mana meni o'lishga arzigulik inson desa bo'ladi, bolam. Mana meni Yo'q. Tegimma bolam. Bas qilinglar! Sizlar mening qalbimga hiyla-yu nayrangular bilan kira olmaysiz. Demak, barchangiz gunohkorsiz. Shunday ekan, baringiz
o'limga mahkumsiz. Turing o'rningizdan. Turing. Bechorim. Qandir ostiga o'ting. O'giring. O'zing kechir. Xonimlar va janoblar. Chaqiring. Xonimlar va janoblar. Chaqiring dedim. Va nihoyat biz kutgan onlar keldi. Mayli. Qurbonni o'qning o'zi tanlasin. Va nihoyat odam o'ldiraman. Xudo o'zing kechir. Odaman! Voy, men yaralandim odamlar. Savollar, men yaralandim. Bo'lmasa, bitta o'q 3 to'yga odamga tegishi mumkin emas. Har holda ishdan chiqib sopmasoqsiz. Turing o'rningizdan. Yaralangan, qolagan joylarni qidiring. Qonni qidiring. Shuncha mashmashadan keyin qon qolar ekanmi bolam? Hey! Axir bu piston bilan otiladigan o'yinchoq qo'pponcha-ku. Ha? Rostdanmi? Mana ko'r. Mumkinmi? Mumkin. Doktor Tushmatrey. O'ylab topgan narsasini qarang. Lekin shunday bo'lsa ham ancha yengil topdim. Bezovta qilganim uchun uzr. Ah, Xudoyim. Kech bo'lib qoldi. Namozim qazo bo'lmasin. Ha. Esim qursin. O'zi onam xolang bilan amakingni kechki ovqatga chaqirganda tushirgandilar. Chiqasizlar. Afandim, siz ham chiqing. Assalomu alaykum. Katta ko'chagacha. Sen bizni jismimizni emas, ruhimizni o'ldirding. Barchamiz mana shu to'pponchaga o'xshab soxta ekanmiz. Soxta.